kelib kimnidir ruhlantira olmayman deb hech ham o'ylamagandim. Hozir ko'pchilik mendagi hayotga qaraganda chiroyli mashina, nuqsonlarsiz hayot, treninglarda chiqishlar va yirik mijozlarni ko'rishadi. Lekin bu davrgacha bo'lgan yo'l haqida juda ham kamchilik qiziqib ko'radi. Dizayner bo'lmagan odam mana shu kresloni bitmaganidan yana Meditech IT School maslahat bergan shu inson bo'ladi. Ochig'ini aytsam, blogimni yuritishni boshlagan vaqtlarimda kameraga gapirishda qattiq uyalardim. Juda ham ko'p do'stlarim ustimdan kulishgan. Boshlagan vaqtimda bu ish uchun alohida ajratilgan pulim ham bo'lmagan. Ozgina bu ish bilan shug'ullanib ko'rganimdan keyin bu ish menga emas ekan degan xayolim kelgan. Lekin vaqt o'tib hammasi o'zgardi. 1998-yil Toshkentda o'qituvchilar oilasida tug'ildim. Yoshligimda adam tadbirkor bo'lganlar va bizani hech nimadan kam qilmay katta qilganlar deb qo'rqmay ayta olaman. Lekin yoshligimizdan mehnatda o'sishimizga qattiq e'tibor berishgan. Yaxshi eslayman, 13-14 yoshli vaqtimda ishlab chiqarish zavodida ishlardim. Ishga ertalab 9 da borib, kechki 18:00 da qaytardim. Uy joyda xuddi shu ish bilan 10-15 yildan beri shug'ullanayotgan odamlarni ko'rib, umrlari xuddi takrorlanayotgan qo'shig'idek o'tayotganini guvohi bo'ldim. Bu hayotni ko'rdim-u, men ko'proq ish qilishim kerakligini, umrim 4 ta devor ichida bitta ishni takrorlab o'tib ketmasligi kerak degan qarorga keldim va bu meni hayotimdagi eng katta o'zgarish nuqtasi edi. O'zimni topish uchun juda ko'p ishlarda bir necha yil davomida ishlab ko'rdim va 2019-yilda digital marketing sohasiga kirib qoldim. Bilim oldim va olganimni ishlatdim, ishlatganimni odamlar bilan bo'lishishga qaror qildim. Sekin-asta o'zimni blogimni yuritishni boshladim. Buni qanaqa qilishni bilmas edim, lekin bu ishtiyoqimni oldida to'siq bo'la olmadi. Deyarli 10 dan ortiq kurslarda o'qidim. Videolar olishni boshladim. Kameradan juda ham qo'rqardim. Kamera yoqilishi bilan so'zimni yo'qotib qo'yardim. Keyin bilsam, bu deyarli har bir o'zini blogini yurgizishni boshlagan odamda bo'ladigan muammo ekan. Blogimni yuritishni boshlaganimda atrofimdagi yaqin odamlarimdan ko'plab negativ fikrlar oldim, lekin hozir ularni ko'pchiligi men bilan faxrlanishadi yoki bu ish qanaqa qilish mumkinligini so'rashadi. Eng asosiysi, ichimda yonayotgan olovga ruxsat berish orqali bugun o'sha vaqtda o'zim orzu qilgan hayotda yashayapman. Ishimda joy, vaqt va moliyaviy tomondan erkinman. Hamkasblarim hurmat qilishadi va eng asosiysi bir xil takrorlanayotgan hayotda emasman. Shu bilan birgalikda kontent iste'mol qiluvchi emas, balki kontent yetkazuvchi pozitsiyasidaman. O'z yo'limda orttirgan tajribamni minglab insonlarga bo'lishib keldim va bu orqali ularni ham hayotlarida qanaqadir o'zgarishlar bo'lishiga sababchi bo'lganimdan har doim faxrlanaman. Agar bu kichik hikoyamda o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, hayotingizga yangi rang olib kirishni xohlayotgan bo'lsangiz, eng asosiysi kontent iste'mol qiluvchi emas, balki kontent yaratuvchi pozitsiyasida bo'lsangiz, meni darslarim va ma'lumotlarim aynan siz uchun. Shaxsiy brend bu shunchaki marketing instrumenti emas. Bu hissiy bog'lanish, ishonch va hurmat.